Müzaffer Hanım. Assalamualaikum. Hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Xalq deputatlari Hukumat Kengashining bugun bo'lib o'tayotgan navbatdagi 13-sessiyasi Tuman Kengashi 24 nafar deputatlardan 20 nafar ishtirok etmoqda. 4 nafari o'zini sababga ko'ra tashabbuslangan. Shuningdek, sessiya ishida tuman hokim o'rinbosarlari, tumandagi aloqador va korxona tashkilot rahbarlari va ommaviy vositalar ishtirok etdi. Sessiya o'z ishini boshlash vaqtlariga ega. Sessiyani ochishni e'lon qilamiz. Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 17-moddasiga asosan sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. Sessiya kotibi etib 15-Ahmadjon Qurbonov saylov okrugidan saylangan deputat Mamadaliy va Malika Olimovlarni saylash to'g'risida taklif kiritilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Markamonlar shekillar. Bugun Xalq deputatlari Tuman Kengashining 7-shakri 13-sessiyasining tartibini tasdiqlab olishimiz lozim. Sessiya kun tartibida 9 ta masala kiritilmoqda. Bulardan birinchisi mahalliy mulk daromadlarini bajarilish holati, qo'shimcha resurslardan aniqlash, boshqa ishlar, shuningdek soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar kesimda budjetga hisoblangan va amalga oshirilishi to'ldirilgan ular bo'yicha soliq qarzdorligi to'g'risida masala. Ikkinchi masala xalq qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlar, sektor rahbarlari tomonidan sayyor qabullar, yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazish va unga kelib tushgan murojaatlar ijrosini tahlili, tashkilotlar rahbarlarining va aholi murojaatlari bilan ishlash holati yuzasidan tumanda 2025-yil 1-chorak davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Uchinchi masala 2025-yil 1-chorak davomida jamoat xavfsizligi xizmati tomonidan jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida amalga oshirilgan ishlar haqida. 4-chi masala O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 25-24 fevraldagi xalq deputatlari viloyat tuman shahar kengashlari faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 101 sonli qarorining ijrosi to'g'risida. 5-chi masala tuman mahalliy budjetining qo'shimcha manbalaridan foydalanish to'g'risida. 6-chi xalq deputatlari Jomboy tuman kengashining va Jomboy tuman hokimi qarorlarini muhokama qilish to'g'risida. 7-chi masala O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabrdagi shaharlar va boshqa aholi hududlari, ko'chalari hamda ichki xo'jalik yo'llari infratuzilmalarini takomillashtirish to'g'risidagi 665-sonli qarorning ijrosi ta'minlash haqida. 8-chi masala O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashi hududlarni rivojlantirish va aholi muammolarini hal etishda mahalliy kengashlar deputatlari va senatorlarning mahalliy yetkiligi bilan o'zaro hamkorligini yanada kuchaytirish chora-tadbirlarida 2025-yil 14-yanvardagi 35-sonli qarorda belgilab berilgan vazifalarning Jomboy tumanidagi ijrosi to'g'risida. 9-chi masala xalq deputatlari Jomboy tuman kengashiga bo'shab qolgan 3-masala okrugiga deputat o'rniga saylov o'tkazuvchi saylov uchastkasi komissiya a'zolarini nomzodlarni tavsiya etish to'g'risida. Sessiya tartibi bo'yicha boshqa taklif va fikr mulohazalar bormi? Bo'lmasa qo'l ko'tarib munosabat bildirishlarsiz. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Birovlar tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya reklamini kelishib olishimiz kerak. So'zga chiquvchilar uchun 15 daqiqa
daqiqagacha, savol javoblar uchun 5 daqiqagacha, ma'lumotlar uchun 3 daqiqagacha. Sessiya reklama bo'yicha boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa qo'l tasdiqlash. Qarshilar yo'q, bitaraflar. Jazotlardan ko'tarilgan birinchi masala yuzasidan tuman soliq inspeksiyasi tomonidan mahalliy byudjet daromadlarini bajarilishi holati, qo'shimcha rezyervlarni aniqlash bo'yicha ishlar, shuningdek soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar kesimida byudjetga hisoblangan va amalda to'ldirilganligi va ular bo'yicha soliq qarzdorligi to'g'risidagi 2025 yil birinchi chorak davomida amalga oshirilishi to'g'risida so'z tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Barak Tavfiq Mahmudovga ma'lumot taqdim. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Ushbu hisobot bo'yicha doimiy komissiyada hisobot berildi. Ruxsat bersangiz, ayrim raqamlarga to'xtalsam, tashkilot rahbarlari qatnashganligi sababli tuman mahalliy byudjeti bor va tuman byudjeti bor. Bu tuman byudjeti, ya'ni soliq ma'murchiligini tuman soliq inspeksiyasi yuritayotgan korxona va tadbirkorlardan tushadigan tushumlarga berilgan reja. Mahalliy byudjet esa soliq turlaridan tushgan soliq turlaridan ajratmalar hisobiga mahalliy byudjet shakllanadi. Birinchi chorak bo'yicha byudjet daromadiga 10,3 milliard so'm reja ko'rsatish, 10,5 milliard so'mga, ya'ni 0,2 milliard so'mga ortiq bilan bajarildi. 102,1% tashkil etdi. Mahalliy byudjet daromadlari esa birinchi chorakda 24 milliard reja ko'rsatish, 25,1 milliard so'mga, ya'ni 1,1 milliard so'm ortig'i bilan 144% ga bajarildi. Bu demak, mana shu 144% bajarilgani, mana bu 44% bu tuman o'zi uchun ishlatadigan mablag'. 1,1 milliard so'm birinchi chorakda ortiqcha bajargan qismini moliya bilan birgalikda belgilangan joylarga ishlatadi. Asosiy manbalarimiz mana shu mahalliy byudjetni oshirish. Bunda o'zi belgilangan soliq turlari bor, shu bilan tushumlar mana shu bilan ta'minlanadi. Misol uchun aylanmadan olinadigan soliq, ya'ni bu bajargan hajmidan 4%, chakana savdo korxonalari 2% to'laydi. Bu 100% tuman mahalliy byudjetiga yo'naltiriladi. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i. Bu ya'ni har bir ishchi xodimda oyligidan qaytarayotgan o'sha 12% daromadi 50% tumanga, 50% viloyat mahalliy byudjetiga ketadi. Yakka tadbirkorlar uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i. Bu tadbirkorda daromad solig'i bo'ladi. Chakana savdolari 300 minggacha, qolgan barcha tadbirkorlar 60 ming so'm, mana shu 60 ming so'm 100% mahalliy byudjetga o'ziga tushadi. Yuridik shaxslar va jismoniy shaxslarning mol-mulk yer soliqlari. Bu ham endi qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi Jomboy tumanida ro'yxatdan o'tgan ma'murchiligi viloyat soliqda yuritiladi, lekin yeri, mulki bizga tushadi 100%. Bu to'rtta soliq ham 100%. Suv resurslaridan foydalangani uchun soliq, bu ham 100%. Endi to'lovchiniki ham, tumanda soliq to'lovchiniki ham, ikkalasiniki ham to'langan summasi 100% mahalliy byudjetga. Davlat mulki ijarasi bo'yicha to'lovlar, bu ham mahalliy byudjetga 100%. Bu uncha katta summani tashkil etmaydi. Asosiy bu yerdagi mahalliy byudjetga yo'naltiriladigan summa bu jismoniy shaxslarning mol-mulk yer soliqlari. Bugungi kunda bu to'lovlar bo'yicha juda qiynalyapmiz. 2025 yil 1-yanvar holatiga deputatlarning ko'plari qarorlar, chunki ko'p tomonlama bizga mahallalarda tashkilotlarga yordam berganda 8 million qarzdorlik bilan o'tganmiz. Bu ya'ni aholi yashab turgan uy joyi uchun to'lanadigan soliq. Mana shu yo'nalishda ishlarimizda orqada xabarlarimiz bor. 2 to'lov muddati berilgan, 15-aprel, 15-oktyabr 1 yillik soliqni 7%ni bo'lib to'lash.
bugungi kunda 21 milliard bo'ldi. Bu 15-apreldan keyin to'lanmagan o'sha 50% o'tgan yilgi qarzi. Bitta iltimos bo'lardi, yana taklif sifatida ruxsat bersangiz rais, deputatlar ham mana shu bo'yicha mahallalarda, joylarda yuribsa, sayyor qarorlar o'tkazyapsa, o'sha yerda fuqarolarga bir oz soliqlarni to'lashimiz, o'sha to'langan soliqlar ortiq bilan bajarilsa, shu tumanning o'zining infratuzilmasi rivojlanishi uchun ishlatiladigan mablag'. Mana shu narsani aholiga ko'proq yetkazsak, mana ochiq byudjetni yetkazdik. Bu bilan qaysidir mahallalar juda qattiq ishlayapti. Bu narsani ham to'g'ri tushuntirsak, to'g'ri birdan to'lashga o'rtacha oladigan bo'lsak, bitta xonadan 700 ming, 800 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Birdan to'lashga balki mablag' yo'q. Lekin shuni 100 ming, 100 mingdan bo'lib to'lasak, hech qanday masala bo'lmaydi. Hozir har bir xonadonga menimcha 100 ming so'm pul topiladi. Faqat bu yerda 20 ta mahallaga kiritilgan inspektorlar bor, soliq inspektorlari. Bu 44 mingta obyektga kirib yetib borolmaydi. Mana shu narsada tashkilotlardan ham, deputatlardan ham shu narsani so'rab qoladi. Bu baribir o'zimizda tumanda rivojlanishga yo'naltiriladigan mablag'. Reja bu o'zining birinchi xarajatiga ishlatiladigan mablag'. Bu har oy bor belgilangan bu nafaqaga ketadi, bolalar puliga ketadi, saqlab turish xarajatlari shularga. Agar savollar bo'lsa, Assalomu alaykum sessiya ishtirokchilari. Men 8-Nagafon saylov okrugidan saylangan deputat Ochilova Risolatman. Hozir hisobotingizda yuqorida aytib o'tdingiz, jismoniy shaxslardan undiriladigan mol-mulk va yer solig'i bor. Fuqarolar o'rtasida ozgina tushunmovchilik bo'lyapti-da. Mana bu ikkiga bo'lingan o'sha soliqlar. Ular tushunmagan holatda yer solig'idan qarzi bor, lekin mol-mulk solig'iga to'lab qo'yapti. O'sha narsani yer solig'iga o'tkazib berish iloji bormi? savol uchun rahmat. Bu bizlarda avtomatlashtirilgan tizim, qaysidir soliq turida ortiqcha to'lov mavjud bo'lib, bu kodeksda yozilgan. Ikkinchi bir soliq turida qarzdorligiga ortiqchasi bo'lsa, buni avtomatlashtirilgan tizim o'zi avtomat bajaradi. Unga fuqaroning arizasi ham kerak emas yoki soliq inspektorining xulosasi ham shart emas. Soliq kodeksida ham belgilangan, har bir ortiqcha to'lov yo o'sha soliqdagi majburiy qarzdorligiga peniyasiga yoki boshqa soliq turidagi qarzdorlik peniyasiga agar u ham bo'lmagan taqdirda fuqaroga yoki to'langan manba bo'yicha qaytarib beriladi. Bu avtomatlashtirilgan tizim. Bularda inson omili. Ikkinchi savolim, hozir bu hisobotingizda bor kitobda aytyapsiz, joriy yilda 12 ta bo'sh turgan obyektlar tadbirkorlik nimasiga yo'naltirildi deyapsiz. Bu yaxshi natija, yana 155 ta fuqaro ish bilan ta'minlanyapti. O'sha 12 ta obyektni ichida ikkinchi sektordagi Nagaxon, Sherqo'rg'on mahallalarida ham bormi? Agar bo'lsa, qaysi tadbirkorlik yo'nalishiga yo'naltirilgan? Bu bo'sh turgan binolarga bu asosan shahar markazlarida bu hokim yordamchilarining tavsiyasi bilan birgalikda o'sha yerda tashkil etilgan. Ya'ni kimlar 47 bilan o'zini band qilgan tikuvchilarimiz bor edi, sartaroshlarimiz bor edi. Yoki hunarmandlarga ustoz shogird tushganlar bor edi. Mana shularni 47 dan o'zini band qilishdan yakka tartibda tadbirkorga o'sha binolarga o'tkazildi. Bu hammasi ijara to'lovlari asosida o'tkazildi. Marhamat, savol. Assalomu alaykum. 20-saylov okrugi Qorinbo'yin mahallasidan saylangan deputat Muhammad Ilhomman. Hozir hisobotimizda ko'ryapmiz, jismoniy shaxslardan olingan mol-mulk solig'i va yer solig'i birinchisi 107%, ikkinchisi 108% ga bajarilgan deb hisobot berilyapti. Adashmasam buni oshib ketishiga sababli o'sha yarmini emas, to'liq to'lab qo'yganda hisobiga oshib ketib 107% ko'rsatilyapti, lekin buning ichida o'sha soliqlarni to'lamagan odamlar ham bor. Menimcha anchani tashkil qiladi. O'sha narsani bizlarga ro'yxatini bersangiz mahalla kesimida, o'sha deputatlar bizlar ham o'sha joylarga chiqqanimizda aniq o'sha sonlari bilan, nimalari bilan hisob tushimiga sal ko'maklashgan bo'lardik. Bu bo'yicha rahmat. Bizlar hozir to'g'ri aytdingiz. Kimdir qarzini beradi yoki 50%ni, kimdir yilligini to'lab qo'ygan hisobiga bo'lyapti. Buni har bir nomi
har bir obyekt bo'yicha bor. Obyekt bo'yicha buni tuman tashkilotlari va 38 ta mahalla hokim yordamchisi raislar bilan birga ham kunlik ma'lumot yurityapmiz. Buni ham deputatlarga ham tuman tashkilotlariga ham o'tkazamiz. Bormi so'rayapsiz? Maqtayapman. Narsaga bizdan uchun shu qabullar boshqa o'tkazilganda hali onga ko'p ro'ylanmagani, tushunmagan. Hattoki o'zimiz ham subsidiyaga uy oldim deyapti, dom-domon deyapti, lekin menga soliq kelyapti, lekin qaysidir ilgarilarda aytayapti, ijtimoiy tarmoqlarda har xil fake xabarlar ham ketadi, boshqa ketadi. Siz soliq boshlig'i sifatida shunga haqiqatan subsidiyaga olingan uy soliq to'laydi, to'lamaydi. Bu soliq to'lamaydi. Soliq imtiyozi bor. Faqat bu yerda ikki xil talqin ketadi. Biri o'sha davlat tomonidan qilib berilgan subsidiya asosida yoki ikkinchisi kreditga olganlar bor. Ipoteka, misol kimdir bilan shartnoma qilib oldi yoki quruvchi bilan shartnoma qilib oldi. Bular u dasturga kirmaydi. Bizlarda fuqarolar mana shu holatda ham imtiyozga egaman, men subsidiyaga olganman deb berilgan. Unaqa holat yo'q. Misol eski namunaviy uylar qurilgandi o'zimizda, hovliga o'xshagan, bular hammasi imtiyozga ega. Misol o'zini ovulda berilgan domlarda ham bular hammasi imtiyozga ega. Xususiy korxona bilan qurilgan domni xususiy sherikchilik asosida qanday bo'lgan bo'lsa, yoki kredit yoki o'sha quruvchini o'zi bilan shartnoma bilan olingan uylar bular imtiyozga ega. U fuqarolar haqiqiy subsidiyaga olgan fuqarolar xabarnomasini ko'tarib kelganda endi men to'g'ri tushuntirib bera olmadim. Shu qanday tartibda, misol uchun soliqqa biror nima topshiradimi? Yo'q, bu bizlarga topshirilmaydi, taqdim etmaydi. Bular ro'yxati tegishli organlardan berilgandan keyin integratsiya qilingan. Bu hammasi integratsiya ayrim holatlarda to'g'ri kimlardir shartnomasi yoki o'sha yerda kadastr raqami bilan noto'g'ri qo'ygan bo'lsa, shunga soliq hisoblanib ketilyapti ba'zida. O'sha fuqaro shartnomalari bilan olib kelsa, bu masala yo'q. Bundan tashqari onlayn tizim doimiy ishlaydi. Bu hamma xabari bor soliq platformasida har bir soha, har bir imtiyoz bo'yicha o'zini platformasi bor. O'sha yerda o'zini ham tekshirib o'tgan bo'ladi. Ham o'sha yerdan ariza bersa, bu integratsiya avtomatlashtirilgan tarzda bo'lib keladi. Marhamat. Mening savolim shundan iboratki, mana bu yuridik shaxslardan yer, mol mulk soliqlari olinadi. Ana shunday qaysi shaxslarda imtiyozlar bo'ladi? Yer, mol mulk solig'ini to'lamaslikda. Yuridik shaxslar bular agar belgilangan vakolatli organ tomonidan alohida imtiyoz berilmagan bo'lsa, barcha yuridik shaxslar yer, mol mulk solig'ini to'lashi majbur. Jismoniy shaxslar Jismoniy shaxslarda bu urush veteran qatnashchilari, nogironlar, afg'onda xizmat qilganlar, 5 nafar voyaga yetmagan farzandi bor yolg'iz onalar, bular yer, mol mulk soliqlaridan ozod. Hammasida endi belgilangan bor. Birinchi guruh nogiron to'liq ozod, ikkinchi, uchinchi guruh nogironlar qisman ozod. Nafaqadagi fuqaro agar uy-joy o'zini nomida bo'lsa, faqat mulk solig'idan 60 kvadrat metrga imtiyozga ega. Bugungi kunda yana bu yerda mana quyosh panelini o'rnatgan xonadon ham yer solig'idan 1 kvadrat, mol mulk solig'idan 2 kvadrat soliq imtiyoziga ega. Bular hammasi egalik huquqi bo'lsa. Bu har bir imtiyoz, soliq imtiyozi egalik huquqi bo'lsa beriladi. Egalik huquqi bo'lmasa, qo'lida daftarchasi bormi, nafaqadagi daftarchasi yoki nogironligi to'g'risida ma'lumot, qaysi ma'lumot bo'lishidan qat'iy nazar soliq imtiyozi bo'lmaydi. Bundan tashqari soliq imtiyozi faqatgina bitta obyekt uchun qo'llaniladi. Demak, boquvchisini yo'qotganlar bu toifaga kirmaydi. Yo'q, ularning hammasini o'zining belgilangan me'yori bor. Masalan, yolg'iz ona deb turib, bir nafar farzandi bor, turmushidan ajrashgan, u yolg'iz ona hisoblanmaydi. Boquvchini yo'qotgan, bu ham otasimi, akasimi, bular bo'lgan taqdirda u toifa, shu toifaga kirsa, keyin qo'llanadi, ungacha yo'q. Bormi? Agar savollar bo'lsa, minnatli savol bor edi.
Yaqinda ikkinomli oliy majlis deputatlari keldi. Bu yerda barcha deputatlarni yig'ib, yig'ilish o'tkazdi. Aynan shu soliq masalasi bo'yicha foydalanma deputatlar qatnashdi. Soliq koeffitsiyenti bo'yicha, yer mulk soliq bo'yicha masala ko'tarilyapti. To'g'ri, bizda Jomboy tumani boshqa rayonlarga qaraganda infratuzilmasi yaxshi. Mana shu infratuzilmasi baribir hudud bilan qishloq chegara qishloq mahallalarning farqi borda. O'sha koeffitsient bir xil belgilanib ketdi. Shu bo'yicha bir qanaqa fikrlaringizni bildirasiz? Bu bo'yicha hozir hamma xabari bo'lsa kerak, tuman shaharlar toifalarga ajratilgan 5 ta toifaga. Bu Jomboy tumani ikkinchi toifaga kiradi, ya'ni rivojlangan tumanga kiradi. Bundan tashqari bizlarda suv, yer masalamiz balbaniyati juda katta, sababi unumdorligimiz katta. Bizlarda unumdorligimiz eng chekka hududdan 85 ball tashkil etadi. Demakki, bu o'sha yerda qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtirishni boshqa maqsadda ishlatganda ham o'sha unumdorlik darajasi katta. Shuning uchun 38 ta mahalla bo'yicha bizlarga belgilangan stavkalar beradi. Bu yerda kamaytirish, ko'paytirish koeffitsiyenti qo'llaniladi. Bu bizlarda o'sha chekka hudud markaz shunga qarab turib qaysilarda 0,1, 0,2 yoki 0,3 koeffitsiyent farq beradi. Var mı deputatınız olur? Joyizga agar boshqa savol va fikr mulohazalar bo'lmasa, maddiy sizlar qo'llaringizda ushbu masalaga doir qaror loyihasi tarqatilgan huquqiy munosabat bildirishingiz. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, bir ovozdan tasdiqlanadi. Kun tartibidagi ikkinchi masala xalq qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlar va sektor rahbarlari tomonidan sayyor qabul va yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazish va unda kelib tushgan murojaatlar ijrosini tashkilot rahbarlarining aholi murojaatlari bilan ishlash holati yuzasidan 2025 yil 1-chorak davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Jomboy tumani xalq qabulxonasi mudiri To'rayev Hamza Yurashevga maslahat taqdim Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugun men O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Jomboy tumanidagi xalq qabulxonasi tomonidan 2025 yil 3 oy davomida kelib tushgan fuqarolardan kelib tushgan murojaatlarni tahlili va tashkilot rahbarlarining fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash holati yuzasidan axborot bermoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual va xalq qabulxonalari orqali 2025 yil aprel holatiga jami taqqoslanib tahlil qilganimizda 1099 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, o'tgan 2024 yilning shu davriga nisbatan taqqoslaganimizda 1516 ta bo'lgan, ya'ni 419 taga kamaygan murojaatlar. Ushbu murojaatlardan 887 tasi ko'rib chiqilgan bo'lib, shundan 293 tasi ijobiy hal etilgan. 352 tasi huquqiy ma'lumot berish orqali hal qilingan. 227 tasi tushuntirish berilgan, bittasi ko'rinmasdan qoldirilgan va 5 tasi tugatilgan. Shundan 125 tasi takroriy murojaatlar hamda 210 tasi o'rganishda, ya'ni jarayonda bo'lib kelmoqda. Joriy yilda xalq qabulxonasi tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonun talablarini buzgan shaxslarga nisbatan tuman prokuror nazorat hujjatlarini qo'llash uchun tuman prokuraturasiga 2 marotaba takliflar kiritilgan. Shuningdek, aholi tomonidan asosan eng ko'p kelib tushayotgan murojaatlar turlari: aliment undirish, 18 yoshgacha bo'lgan bolalar nafaqasi, gaz ta'minoti, ichki ishlar sohasi, moddiy yordam, davolash va tibbiy xizmat ko'rsatish,
uy-joy bilan ta'minlash, yo'l infratuzilmasi, daftarlarda asosida ijtimoiy himoya, tibbiy ijtimoiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq yo'nalishlardagi murojaatlar kelib tushmoqda. Jomboy tumani hududida yashovchi fuqarolar tomonidan 125 marotaba takroriy murojaatlar kelib tushgan. Ushbu takroriy murojaatlar xalq qabulxonasi tomonidan mahallalar kesimida tahlil qilinganda quyidagi nimalar aniqlandi. Holatlar. Ya'ni Jurat mahallasida 4 ta, Katta qishloq mahallasida 7 ta, Naymantepada 4 ta, No'sh mahallasida 1 ta, Sarchashma mahallasida 2 ta, Taldirozoqda 2 ta, To'qqizboyda 2 ta, Tut mahallasida 1 ta, Shodlik mahallasida 4 ta, G'azira mahallasida 6 ta, Ko'kgumbaz 4 ta, Qang'ida 3 ta, Qo'ng'irotda 7 ta, Nogahonda 8 ta, Polvonoriqda 1 ta, Qo'lbosida 6 ta, Sherqo'rg'on mahallasi 2 ta, Sariqchoqda 3 ta, Navoiy mahallasida 1 ta, Dehqonobod mahallasida 9 ta, Zarafshon mahallasida 9 ta, Qo'rg'on-Solomonda 2 ta, Nayman mahallasida 3 ta, Olmazor mahallasida 3 ta, Saroyda 3 ta, Toshkentda 3 ta, Eski Jomboy mahallasida 1 ta, Qoramo'yinda 2 ta, Nazar mahallasida 2 ta, Beshbola mahallasida 5 ta, Shirinkent mahallasida 4 ta, Ahmadjon Qurbonovda 1 ta, Guliston mahallasida 6 ta, Samarqand mahallasida 2 ta, So'g'mon mahallasida 2 ta murojaatlar takroriy ravishda kelib tushganligi aniqlandi. Eng ko'p kelib tushgan murojaatlar tahlil qilinganda mahallalar kesimida eng ko'p murojaat qilgan fuqarolar, ya'ni Shirinkent mahallasida 39 ta fuqarodan 47 ta masala yuzasidan, Katta qishloqda 36 ta fuqarodan 45 ta masala, Nogahon mahallasida 29 nafar fuqarodan 36 ta masala, Beshbolada 31 ta fuqarodan 47 ta masala, Eski Jomboyda 29 ta nafar fuqarodan 40 ta masala, Qo'ng'irot mahallasida 28 ta fuqarodan 52 ta masala, Dehqonobod mahallasida 27 ta fuqarodan 57 ta masala qo'yilgan qolgan murojaatlar kelib tushgan. Bular ya'ni eng ko'p kelib tushgan mahallalar murojaatlar. Jismoniy va yuridik shaxslardan yozma va og'zaki ravishda kelib tushgan 1097 ta murojaatlarning 23 tasi asosiy ravishda belgilangan kunlarda ya'ni qonun talablarini buzilgan holda kechiktirib muddatlari buzilib yopilgan. Shundan tuman elektr ta'minot korxonasida 4 ta, Jomboy tuman tibbiyot boshqarmasida 1 ta, tuman yo'llardan foydalanish davlat muassasasida 1 ta, Jomboy tuman kambag'allikni qisqartirish bandligiga ko'maklashish bo'limida 3 ta, Majburiy ijro byurosi bo'limida 2 ta, Jomboy tuman gaz ta'minot bo'limida 1 ta, Jomboy tuman qurilish uy-joy kommunal xo'jalik sohasida 7 ta murojaatlarning qonuniy muddatlari buzilgan holda elektron tizimga kiritildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Jomboy tumanidagi xalq qabulxonasi tomonidan tumandagi tashkilot va korxonalarda murojaatlar bilan ishlashda yo'l qo'ygan xato va kamchiliklari yuzasidan joriy yilda tuman prokuraturasiga va tuman tashkilotlariga 2 ta taqdimnoma va 2 ta takliflar kiritilgan. Tuman xalq qabulxonasi tomonidan tuman prokuraturasiga, tuman adliya bo'limi va ushbu tashkilotlarning yuqori turuvchi tashkilotlariga 24-yilda va 25-yillarda chiqarilgan taklif va taqdimnomalar bo'yicha ko'pgina choralar va nimalar ko'rilgan bo'lsa-da, Jomboy tuman elektr ta'minoti va kambag'allikni qisqartirish bandligiga ko'maklashish bo'limlarida ushbu holatlar takroran qonun buzish holatlariga yo'l qo'yib kelinmoqda. Xalq qabulxonasi tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlar bilan ishlash, kelib tushgan murojaatlarni ro'yxatga olish, hisobotni yuritish, elektron tizimga kiritish, monitoring ishlarini olib borish natijalari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Jomboy tumanidagi xalq qabulxonasi tomonidan 2025-yilning 30-mart kuniga qadar 11 ta murojaatlar ko'payganligi sababli mahallalarda o'rganishlar olib borildi. Murojaatlarning haqqoniy yechimini topish va kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik
kamchiliklarga yo'l qo'yilmasligini nazoratini kuchaytirish maqsadida 6 ta murojaatlar joyiga chiqib o'rganildi va ijobiy yechimni topishga erishildi. 6 ta murojaat yuzasidan qabul qilingan qarorning ijrosi joyiga chiqib o'rganildi. 25-yilning 30-mart kuniga qadar sektor va tuman tashkilotlari rahbarlari faoliyati hamda murojaatlar bilan ishlash holati yuzasidan Xalq deputatlar kengashiga bir marotaba axborot kiritilgan edi. Hokim yordamchilari faoliyatining natijadorligini bo'yicha mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha kelib tushayotgan murojaatlarni tahlil qilgan holda xalq deputatlari Jomboy tuman kengashiga bir marotaba axborot kiritildi. Xalq qabulxonasi ishtirokida 3 marotaba seminar va uchrashuvlar o'tkazildi. Bir marotaba tuman gazetasida maqolalar chop etilib, 3 marotaba televideniyada maqola eshittirishlar va ko'rsatuvlar tayyorlab berildi. Jomboy tumanida ekologik vaziyat va aholining sog'lig'ini ta'sir qiluvchi holatlar bo'yicha Jomboy tuman xalq qabulxonasi tomonidan Jomboy tumani eski Jomboy mahallasi fuqarolari mahalla hududida joylashgan gaz quyish shoxobchasidan shikoyat qilganligi uchun eski Jomboy mahallasining tegishli tashkilot mutaxassislari bilan birgalikda o'rganish ishlari olib borilib va yuqori turuvchi tegishli mutaxassislarning xulosalari olingan holda o'rganib murojaatchilarga qonuniy tushuntirishlar berildi. Tashqi mehnat migratsiyasidan qaytib kelganlar shaxslarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Jomboy tumanidagi Xalq qabulxonasi tuman tashkilotlari bilan birgalikda mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan shaxslarning ro'yxatini tuzib, fuqarolarning bandligi ta'minlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Jomboy tumanidagi Xalq qabulxonasi tomonidan tuman aholisidan tushayotgan murojaatlarni mahallalar kesimida tahlil qilib, tuman hokimi va tashkilot rahbarlariga taqdimnomalar kiritib kelinmoqda. Hududlardagi ijtimoiy va boshqa obyektlarda muntazam o'rganishlar o'tkazilib, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan tegishli mas'ullarga ko'rsatmalar va takliflar berib kelinmoqda. Fuqarolarning murojaatlari mas'ul xodimlar tomonidan o'z vaqtida vijdonan o'rganish qilmaganligi sababli fuqarolarning davlat tashkilotlariga ishonchi yo'qolib, norozilik kayfiyati keltirib chiqarmoqda va fuqarolarning qayta murojaat qilishlariga sabab bo'lmoqda. Hurmatli deputatlar, yuqoridagilarga asosan sizlardan kelgusida fuqarolar e'tirozlariga sabab bo'layotgan muammolarni hal etish yuzasidan quyidagi takliflarni ko'rib chiqishlaringizni, ya'ni birinchisi O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentyabrdagi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga qat'iy rioya qilinishini va ushbu qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yayotgan mas'ul xodimlarga nisbatan o'z fikr va mulohazalaringizni bildirishlaringizni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-yanvardagi aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 5633 sonli farmoni talabiga ko'ra xalq qabulxonalari va tumandagi tashkilotlarning murojaatlar bilan ishlash holati yuzasidan tegishli xalq deputatlari kengashining keyingi yig'ilishlarida muhokama qilishlaringizni hamda ushbu axborot yuzasidan mutasaddi tashkilotlarning yuqorida qayd etib o'tilgan rahbarlarning hisobotlarini eshitishlaringizni so'rab qoladi. Rahmat. Rahmat. Hurmatli deputatlar, axborotchiga savolimiz bormi? Savol. Marhamat. hozir qayta deyapsiz, prokuraturaga ham taqdimnoma kiritildi. Undan keyin yana deyapsiz, bu yerda elektr va set bilan kambag'allikni qisqartirish. Iloji bo'lsa shuni hozir muhammadov ko'rsatgan oldingi axborotni bir tahlil qilgan holatda yuqori tashkilotga taqdimnoma chiqarsak. Birinchi masala bir ikki aytilyapti. Agar shu tashkilotlar oldingi axborotdan ko'rsatilgan bo'lsa, shuni deputatlar agar bu men taklifim yuqori turuvchi tashkilotga taqdimnoma chiqaradi.
doimiy komissiyada keyin buni ko'rib chiqdik. Keyin yana bitta haligini aniqlashtirib olishimiz kerak. Ham yo'ldoshlik yerda elektrisite ikkitaligisida adashmasam Sherali bir şeyler. bu qizlarning ikkitada ham ko'p sotuvchi ham xizmat qiluvchi. Shunday uchta. Ana shuni aniqlab olishimiz kerak. Chunki men hozir Sherali akaning yo'nalishini qolgan ikkitasini shunga qarab taqqani bo'lish uchun qaysiligini bizga aniqlab bersangiz, siz axborot shu tashkilotni boshqarmasiga chiqaradi. Sheralagidan hisobot so'rasangiz, o'zi kimga qaysi soha buyruq bilan berkitilgan, kim javob beradi, aytib beradi. Men elektr tarmoqlari korxonasi deganda prema Sheralaga boradi-da. Shuning uchun kambag'allikda mana to'g'ri yo'lga qo'yilgan. Murojaatlarni ishlaydigan xodimga buyruq bilan berkitib qo'yibdi. Qanaqa qonun buzilish holati aniqlansa, biz prokuraturagami, adliyagami yoki viloyat yuqori tashkilotiga yo'radigan bo'lsak, taqdimnomamizni o'sha odam jazolanadi. Chunki o'shanda sohada Sheraliga 3ga bo'linib ketadi. Elektr tarmoqlari deganda shuni boyagi siz murojaatlarni tahlil qilgan holatda bilsangiz, misol uchun kimdir cho'chib qo'yib ketyapti, kimdir xizmat ko'rsatmayapti deb. U oson, shuni aniqlab desam, shundan. Endi bu kishida prema buyrug'i bor-da, javob beruvchi. U farqda yuramiz bo'yicha mas'ul odamga sizni axborotingiz bilan chora ko'rgan. Endi bizga rahbarni qilyapmiz kerak buni. Yuqori turuvchi rahbarga chiqarishimiz kerak. Bizlar qo'lda xodimga chiqarishligimiz yo'q-ku. Rahbarga chiqarish. Bu endi birinchi marta o'zi bilan muhokama qilsalar bo'ladi. Prema nima qilsa, sizlarga endi nimalarga havola. Marhamat. Deputat savollar bor. Joy bo'ldi. Hurmatli deputatlar, agar boshqa savollar bo'lmasa, ularga shu masalaga doir sessiya qaror loyihasini taqdim. Mana shu sessiyada bildirilgan fikr va mulohaza takliflarni nazorat hududlar munosabat bildirishingiz kerak. Qarshilar yo'q, betaraflik yo'q. To'g'rimi? Assalomu alaykum. Ko'chaga doimiy komissiyada mana shunday hamma masalalarni biz to'liq ko'rib eshitib chiqamizda. Agar imkoni bo'lsa, taklif deputatlar ma'qul bo'lsa, boshidan oxirigacha ma'ruzani o'qib o'tirmasdan muhokama qismiga o'taversa bo'lgan. Chunki doimiy komissiyada eshitganmiz hammasini. Ma'qul degan deputatlar hududlar tasdiqlashlar. Qarshilar kun tartibidagi 3-chi masala Jomboy tumanining 2025-1 chorak davomida jamoat xavfsizligi xizmatini ta'minlashdan, jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilik qarshi kurash sohasida olib borilgan ishlar yuzasidan Jomboy tumani ichki ishlar boshlig'i o'rinbosari xavfsizlik xizmati boshlig'i Bayrat Mamatov. Assalomu alaykum, hurmatli raislik uchun hurmatli ishtirokchilar, deputatlar. 2025-yil 1-chorak davomida Jomboy tumani ichki ishlar bo'limi nazorat qiluvchi organlar bilan hamkorlikda bir qator chora-tadbirlar olib borishga qaramasdan 3 oy davomida 205% yani jinoyatchiligimiz oshib ketishga yo'l qo'yildi. Ya'ni 34 dan 104 ga ayniqsa shu jinoyatchiligimizni tahlil qilganimizda oldi olinishi mumkin bo'lgan jinoyatchiligimizni hozir bizlar aniq qilyapmiz, hisob qilyapmiz. O'tgan bizlarda 22 ta sodir etilgan bo'lsa, hozirgi davrda 36 ta sodir etilyapti. Foiz hisobda 60% ga oshyapti. Aniqlanadigan jinoyatlarimizdan o'tgan yilda 12 ta sodir etilgan bo'lsa, bu yil 17 ta sodir etilyapti, 1% ga oshyapti. Ya'ni shu yana o'tgan safar ham doimiy komissiyaning yig'ilishida ta'kidlab o'tgan edim, bitta misollar bilan keltirgan edim. Shu axborot texnologiyalar bilan bog'liq jinoyatlarimiz kundan-kunga oshyapti. Lekin bizlar shuncha targ'ibot va tashkilot ishlariga olib borishga qaramasdan shu mahallalarda shu mahallani gruppalarga ham tashlab qo'yapmiz. Aldanib qolmanglar, har xil telefonlarda SMSlar kelyapti. Undan tashqari o'zlariga qo'ng'iroq qilyapti, sizlarga onlayn kredit beramiz deyapti, boshqa deyapti. Lekin shunga qaramasdan barcha fuqarolarimiz
5 million, 10 million, 15 milliongacha aldanib qolishyapti. Jinoyatlarni turlari bo'yicha tahlil qilganimizda o'tgan yilga nisbatan nomusga tegishli jinoyatimiz, talonchilik, firibgarlik, bezorilik, yengil tan jarohati yetkazish, o'rtacha tan jarohati yetkazish jinoyatlarimiz o'tgan yilga nisbatan oshishga yo'l qo'yildi. Aniqlangan jinoyatlarimiz yana yuqorida ta'kidlab o'tdim, bu ichki ishlar qo'mag'azat qiluvchi organlarning tashabbusi bilan aniqlangan jinoyatlar, ya'ni shu giyohvand o'rtasida noqonuniy savdosiga yo'l qo'yish, fohishaxona tashkil qilish, noqonuniy qurol, mana shu holatlarimiz ham o'tgan yilga nisbatan rost etilgan. Shaxslar tomonidan jinoyatlarimiz tahlil qilganimizda shaxslar tomonidan ayollar tomonidan jinoyatchilik o'tgan yil umuman sodir etilmagan, bu yil 202 ta sodir etilyapti. Rost yoshlar tomonidan 9 tadan 10 taga oshib ketyapti. Fosh etilmagan jinoyatlarimiz o'tgan yilga nisbatan ya'ni sodir etilgan jinoyatlarimizda 31 tasi fosh etilmasdan qolyapti, ya'ni shu axborot texnologiyaga foydalanish sodir etilgan jinoyatlarimiz. Qidiruv yo'nalishi bo'yicha jami bo'lib tumanimizda 34 nafar shaxslarimiz hozirgi vaqtda qidiruvda yuribdi. Tumanimizda mana shu 38 ta mahallalarning 4 tasi qizil, ya'ni shu Qo'rg'on Salomon, Tur, Nush, Zarafshon mahallalari, ya'ni 10 tasi sariqqa kiritilgan, qolgan mahallalarimiz Zanjor. Qizil mahallalarda yana Qo'rg'on Salomon mahallasida 3 ta o'g'irlik jinoyati sodir etilyapti. Tut mahallasida bitta nomusga tegish, bitta o'rtacha og'irlikda tan jarohatlash. Nush mahallasida bitta talonchilik, Zarafshon mahallasida bitta o'g'irlik sodir etilyapti. Ya'ni bu yerda profilaktika yo'nalishi bo'yicha, probatsiya yo'nalishi bo'yicha, yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha, mana shu kuni kecha ham o'lim bilan bog'liq yo'l hodisalarimiz sodir etilyapti. Ayniqsa shu M39 yo'limiz Zan tumaniga 16 kilometr o'tgan. Mana shu yerda o'lim bilan bog'liq avtoavariyamiz sodir etilyapti. O'tgan yilga nisbatan mana hozir tahlil qilganimizda 6 ta sodir etilyapti. M39 yo'lida 4 ta sodir etilyapti, 2 ta ichki yo'llarimizda sodir etilyapti. Bu ya'ni 3 oylik yaqini bilan. Probatsiya yo'nalishimiz bo'yicha probatsiyada mana 381 nafar mahkumlar ro'yxatda turadi. 103 nafar aholi tuzatish ishlariga hukm qilingan, 4 nafar shartli, 31 nafar muayyan huquqdan mahrum qilinganlar, 58 nafar ozodlikdan cheklab, 185 nafari ilgari shartli ozod etilgan shaxslar. 1 nafar mahkumimiz hozirgi davrda qidiruvda yuribdi. Shuningdek, sud tomonidan berilgan jazodan o'tashdan qasddan bo'yin tovlagani uchun 13 nafar mahkumlar o'talmay qolgan jazosi muddatidan qattiqroq jazoga turlariga almashtirib, ularga 11 nafari jazoni ijro etish muassasasiga qayta yuborilgan. Ana jinoyatchilik bo'yicha qisqacha men sizlarga raqamlarga to'xtalib o'tdim. Undan tashqari shu hozir mana kun isida chorva mol bilan bog'liq o'g'irlik jinoyatlarimiz ham hali hanuzgacha to'xtamayapti. Fuqarolarimiz mana tungi xizmatda har kuni kechqurun soat 22:00 dan ertalab soat 5 tonggacha 15 nafar 16 nafar xodimlarimiz tungi xizmatga jalb etiladi. Chunki tungi xizmatga jalb qilinganlar shu xodimlarimiz 3 ta 4 ta mahallaga 2 ta xodim ajratiladi. Tuni ertalabga tong soatga yaqin hududda xizmat olib borishadi. Fuqarolarimiz tomonidan chorva mollarini shu ko'chaga, ya'ni shu uydan 500 metr 1 kilometr masofada uzoqlikda daraxt tagiga, tut tagiga o'ylab qo'yapti. Mana nechta holatda mana kun kecha bo'lgan fuqarolar chiqib shikoyat qilyapti. Nima ishing bor? Shunaqa vajlatyapti. Nimaga hech kim meni molimni o'g'irlamaydi, menikiga hech kim kelmaydi? Shunaqa vajlarni keltiryapti, lekin afsuski mana holatlarimiz ham ochilmagan jinoyatimiz turibdi. Shuning uchun bunaqa holatlarimiz ham bo'lib turibdi. Undan tashqari mana ma'muriy yo'nalishlarimiz bor, Jami bo'lib prokuratura inspektorlari tomonidan 2123 nafar ma'muriy huquqbuzarliklarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Shundan 731 tasi vakolat doirasida, ya'ni prokuratura inspektorlarining to'g'ridan-to'g'ri o'zlari jarima qilinadigan bayonnomalar bo'ladi. 20 nafar muqaddam sudlanganlarimiz 17 nafar, ya'ni 85% ma'muriy nazoratda turibdi hozirgi davrda.
3 oy davomida 61 nafar mayda bezorilik qilgan shaxslarimizga nisbatan ma'muriy qamoqlar qo'llanadi. Axborotim to'ladi, agar savollar bo'lsa marhamat. Marhamat, hurmatli deputatlar, axborotchi savollar marhamat. Men ikkita savolim bor. To'g'ri aytyapsiz, jinoyatchilik tumanimizda 200% dan oshib ketdi deyapsiz. Asosan bular bilib turib yoki bilmay turib o'sha jinoyatga qo'l urgan shaxslar bo'lsa, mana yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha jinoyatlarimiz 100% oshib ketdi deyapsiz, transport hodisalari. O'tgan safar ham shu ma'lumotni kirgizganda, asosan shu M39 yo'lda bo'layotgan transport hodisalari 50% ga o'lim oshgan, 4 tadan 6 taga oshgan. Bu masala bo'yicha bir yana chuqurroq kirib o'sha M39 yo'lni qayta ko'rib chiqish kerak. Chunki degan mana prezidentimizning taklifi bilan endi noqonuniy o'rnatilgan radarlar yoki bo'lmasamki nimalar olib tashlanadi. Ertaga bu narsa yana oshishi mumkin. Shuning uchun bu M39 yo'lda nima muammo bor? Piyodalar o'tish yo'lakchasi mavjud emasmi yoki yo'l belgilari bilan bog'liq muammolar bormi yoki yoritish tizimida muammolar bormi? Asosan kechki vaqtlarda transport hodisalari juda ko'p uchrayapti. Buni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilmasa agar bu narsa kelgusida oshib borish ehtimoli bor. Shuning uchun taklifim mana shuni qaytadan mas'ullar bilan o'rganib chiqib, yo'lni tartibga solish kerak. Ikkinchi savolim o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. Mana Surxondaryoda bo'ldi, voqea kecha Toshkent shahrida bo'ldi, ichki ishlar xodimining hayotiga tajovuz qildi, ruhiyatida buzilishlar bo'lgan fuqarolarimiz jinoyatga, ya'ni og'ir jinoyatlarga qo'l uryapti. Bu narsa ruhiyatida buzilish bo'lgan tumanimizda yo'q deb ayta olmaymiz. Shularni ham hamkor tashkilotlar bilan bir ro'yxatga olib yoki majburiy davolanishga jo'natib, bularni nazoratga olmasak, ertaga bunaqa holatlar tumanimizda ham kuzatilishi mumkin. Shuni e'tiborga olishni so'rayman. Rahmat. Haqiqatan to'g'ri yo'l transport hodisasi bo'yicha zamonaviy M39 yo'limiz 16 kilometr. Yo'limiz haqiqatan to'g'ri texnikamiz ko'p, 6 ta viloyat shehridan o'tib qaytishadi. Mana shtat yariga kelgandan keyin o'sha yo'llar taqsimlanadi, ya'ni Qashqadaryo, Surxondaryo bu yo'nalishga, Buxoro, Navoiy bu yo'nalishga, undan keyin agar shahar ichidan yana mana Pasarg'oq yo'lidan chiqib ketish yo'llarimiz bor-da. Lekin asosiy bizlarning shu Jonboy mana Bulung'urda yo'nalishi 6 ta viloyat, bundan tashqari o'zimiz qo'shni respublika transportlari shehridan o'tishadi. Shuning uchun bu bo'yicha yo'llarni infratuzilmasi bo'yicha Doradel bilan hamkorlikda bizlar xat ham chiqarganmiz, berganmiz, ko'ryapmiz. Undan tashqari mana shu razvodlarimiz bor. Mana Amerika bilan to'g'ri bor edi. Mana bu yuqorida Dehqonobod tomonda bor edi. Ular bizda yo'q-ku. Chunki razvodlar kelib to'xtayapti. O'sha потом katta orqadan kelib probka bo'lyapti, keyin mashina masofani maqlolmayapti. Razvodlarga keyin avtomobil holatlarni juda ko'payib shunday. Mana shu ko'payganida bizlar o'tgan hamma razvodlarni yopib chiqqan edik. Lekin bu bo'yicha haqiqatan to'g'ri yana qo'shimcha respublikaga taklif kiritamiz. Ruhiy kasallarimiz bo'yicha bizlarda tumanimizda 7 ta tajovuzkor ruhiy kasal bor. Ularni shu sog'liqni saqlash bilan birgalikda hamkorlikda ularni joylashish choralarini ko'ryapmiz. Bu bo'yicha yana ishlarni kuchaytiramiz. Bormi savol? Bo'lmasa, bormi? Mana bu hozir yo'l transport hodisalari bo'yicha ichki yo'llarda sodir bo'lyapti deyiladi. Bizlarda Nayman mahalla fuqarolar yig'iniga yo'l belgilari, tezlikni cheklovchi belgilar qo'yilgan. Ayniqsa maktab hamda bog'chalarda oldiga, lekin sun'iy tepaliklarda iltimos qilganda uni ichki ishlar qilib beradi degan edi. Sun'iy notekisliklarni qilib berish kerak, chunki deganda 30 tezlik deganingiz bilan hozirgi haydovchilar 30 tezlikka qaragani ham yo'q. Chunki bog'cha, maktabga bolalar yo'lda kesib o'tadi-da. Shuning uchun agar sun'iy notekisliklar qo'yib berilsa, balkim ozroqgina xavfsiz bo'larmidi shu joylarda. Rahmat. Ana shu ichki yo'llarimiz to'g'ri, bizlarda tumanimizda yo'l harakati xavfsizlik xodimlari 6 ta 7 ta mahallaga bir bitta nafardan xodim biriktirilganda, chunki ular har bitta mahallaga kuniga 2 marta kirib chiqishga fizik uslub qilmaydi. Shahardan notekisliklar, radarlar qo'yapti, lekin shunga qaramasdan baribir o'sha qoidalarga amal qilmayapti haydovchilarimiz. Undan tashqari maktabda hozir 11-sinf bolalari 11-sinf bolalari ota-onalar o'zi kalitni beryapti. Fuqarolarimiz o'zlari kalitni beryapti. Men borib
do'konga chiqib ikkita non olib kel, va borib makaron olib kel, bir narsada zo'r yo'q narsa kerak bo'lsa, bolasi pul beryapti. Yana shunaqa holat hozir aniqlanyapti. Maktabga yurib kelyapti. Bor hozir mana kuni kecha ham Qarli mahallasida borib o'zim joyiga borib qoldim. Saytiga joylashtirib, jarimaga tortib, protokol rasmiylashtirib, lekin yosh bir 60 yoshli onaxon kelyapti, bolam kechira qoling. Qarayapmiz 10-sinf bolasi. Zarimim rulda avtomashinani boshqaryapti, lekin haydovchi guvohnomasi yo'q bo'ladi. Undan tashqari yana boshqa markazlarimizda ma'lumotlar bor, bo'yicha yana ko'ramiz. Undan tashqari notekisliklar bo'yicha mana tuman obodonlashtirish idorada birgalashib hamkorlikda ishlayapmiz. Qayta taklif nimalar tushsa, biz xizmatlar bo'yicha birgalashib borib, yo'l harakat mas'ul xodimlari bilan ularni yana bartaraf qilamiz kamchiliklar. Naymanda men o'zi bo'ldim, yana borib joyiga ko'ramiz. Taylandagi mana hozir zamonida ko'rib turibmiz, ochig'i mana har safar osh kuzatilmayapti. Zamonda ko'rganimizda nomusga tegish 100%. Tovlamachilik 100%, firibgarlik 400%, bezorilik 100%, yengil tan jarohat 200%. Nima qilamiz? Biz har sessiyada buni ko'targanlik bo'yicha tasdiq beraveramizmi? Shuning uchun hozirlar men taklifim deputatlar ham qo'llab-quvvatlash kerak. Bu bo'yicha aniq chora-tadbir belgilash kerak, buni kamaytirish bo'yicha. Haqiqatan to'g'ri. Albatta shu prezidentimiz birinchi sonli qarorlari ham shuncha amaldagi imенно shu oldi olinishi mumkin bo'lgan. Ya'ni shu mana tan jarohati, o'g'irlik, nomusga tegish, talonchilik, firibgarlik mana shu jinoyatlarimiz bo'yicha endi mana raqamlarga e'tibor bersak, o'tgan yil nomusga tegish umuman sodir etilmagan bo'lsa, bu yil bitta sodir etilyapti. Lekin o'tgan yilga sodir etilmaganda bu yilga qaraganda 100% ga rost ko'rsatadi. Bu ham mana misol uchun Tut mahallasida sodir etilyapti. Uni ham qayni nimasini aytib berolmaymiz. Talonchilik ham Nush mahallasida sodir etilyapti. Firibgarligimiz ham o'tgan yilga nisbatan 5 taga Uni ko'rdik. Hayratda shuni bitta jamshid akram to'g'rimi? Bitta chora-tadbirni ishlab chiqish kerak buni. Bizga ta'lim etkizdilar. O'zim bittadan buni deputatlar borib joyiga borganda fuqarolar ham murojaat bilan bo'ladi, ishlaydi bu bilan. O'zlaringiz buni chora-tadbir qilish kerak. Qaysidir o'sha xodimni territoriyasida jinoyatchilik, tovlamachilik, firibgarlik bo'lyapti, rotatsiya qilib xodimlarni yoki o'shaga qo'shimcha kuch bering, yoki o'shaga reydlarni uyushtirish kerak. Buni shunaqa oldin olmasak, bu foiz oshib ketaveradi. Tushunarli. Yana kelishidan ma'qul buni bartaraf qilamiz. Marhamat javob Albatta bitta taklif bo'ladi sizga shu migrant bilan ishlaydigan xodimlarni yaxshi bo'lsin. Chunki endi deputatlar tomonidan deputatlik so'rov chiqaryapti, deputatlik murojaat chiqaryapti, sessiyani qarori ijrolari hali muddati o'tib ketmagan, lekin sal kechikroq qaraydi, shunga e'tibor olib qo'ysangiz yaxshi. Tushunarli. Hurmatli bor savollar boshqa. Hurmatli deputatlar, agar boshqa savol, mulohazalar bo'lmasa, sizlarga tarqatilgan ushbu masala bo'yicha sessiya qaror loyihasi bo'yicha qo'l ko'tarib munosabat bildirishlaringiz so'raymiz. Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Qonun tasdiqlandi. Albatta, mana qo'shimchalar kirib qaror qilindi. Kun tartibidagi 4-chi masala bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2025-yil 24-fevraldagi Sankt-Peterburg viloyat tuman shahar kengashlari kotibiyati faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 101-son qarori sizlarga tarqatilgan sessiya materialida. Agar ko'rib tanishib chiqqan bo'lsalaringiz, qo'llaringizga ushbu masala bo'yicha sessiya qaror loyihasi tarqatilgan va qo'l ko'tarib munosabat bildirishlaringiz kerak. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, qarorlar tasdiqlandi. Kun tartibidagi 5-chi masala tuman mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalaridan foydalanish to'g'risida
Ushbu masala 2025-29 aprel kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan va jamoatchilik tomonidan fikr mulohazalar, e'tirozlar bildirilmagan va 25-9 may kuni muhokama yakunlanib sessiya kun tartibga kiritilmoqda. Ushbu masala bo'yicha agar taklif mulohazalar bo'lmasa, ularga tarqatilgan sessiya qarori bo'yicha huquqlar munosabat bildirishlar. Qarshilar yo'q, e'tirozlar yo'q, keyingi masalaga o'tsak, Twitter'dagi 6-masalani bemalol aniqlamiz, ko'rib chiqamiz. Xalq deputatlar Jo'may Kengashining Jo'may hokim qarorlarini muhokama qilish to'g'risida ushbu masala bo'yicha ham sizlarga qo'llaringizga tarqatilgan sessiya qaror loyihalari. Buni ham qo'l ko'tarib munosabat bildirishlaringizni so'raymiz. Qarshilar yo'q, e'tirozlar yo'q, Twitter'dagi 7-masala O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 11-oktyabrdagi shaharlar va boshqa aholi punktlari, ko'chalar hamda ichki xo'jalik yo'llarini infratuzilmani yanada takomillashtirish to'g'risidagi 665-sonli qaror ijrosi ta'minlash haqida bu bo'yicha mana obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i shu yerda qatnashyapti. Bevosita buni doimiy komissiya yig'ilishida muhokama qildik. Agar kundagi taklif mulohazalar bo'layotgan bo'lsa, berishlarimiz mumkin. Lekin doimiy komissiyasi bu masalani ko'rib chiqamiz. Agar ma'qul bo'lsalaringiz, qo'llaringizga ushbu masala bo'yicha qaror loyihasi tarqatilgan. Marhamat janoblar. Taklif borsa, agar Ozod aka agar mumkin bo'ladigan bo'lsa, hozir bo'lishda deputatlarimiz bo'lgan shu balki nomni o'zgartirgan bo'lingan ko'chani nomiga qo'ygan. Agar shuni almashtirish iloji bo'lsa, mana shu sessiya qarorini o'zgartirish. Agar siz bilan kelishilgan holatda deputatlarimiz taklif qilsa, bugun qaysini joyiga borib Ozod aka mutaxassisni ko'radi. Ma'qulmi deputatlar? Agar ushbu taklifni qo'shib shu qaror loyihasiga qaror qabul qilsak bo'ladimi? Marhamat, ushbu masala bo'yicha huquqlar qarshilar yo'q, e'tirozlar yo'q, qarorni tasdiqlaymiz. Twitter'dagi 8-masala O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining huzuridagi rivojlantirish va aholi muammolarini hal etish mahalliy kengash deputatlari va senatorlarning mahalliy yigitlik bilan o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2025 yil 14 yanvardagi 35-sonli qarori belgilangan mana shu vazifaning Jo'may tumanidagi ijrosi haqida bo'yicha barcha deputatlarning joylarda mahalliy yigitlik bilan bevosita ishlayotgan o'rganlar ichida ushbu qaror bilan tanishgansizlar. Agar savol, mulohazalar bo'lmasa, qo'llaringizga tarqatilgan ushbu masalaga doir qaror loyihasini qo'l ko'tarib munosabat bildirishlaringiz. Qarshilar yo'q, e'tirozlar yo'q, qarorni tasdiqlaymiz. Twitter'dagi 9-masala xalq deputatlari Jo'may tuman kengashi bo'shab qolgan 3-Charchashma saylov okrugi bo'yicha deputatlik o'rniga saylov o'tkazuvchi uchastka saylov komissiyasi raislari va a'zolari tavsiya etilgan. Agar ma'qul bo'lsalaringiz bu masala o'sha sessiya materiallariga qaror loyihasi tarqatilgan. Biz shuni tasdiqlab berishimiz kerak. Mulohazalar boshqa takliflar bo'lmasa, qo'llaringizga tarqatilgan masala bo'yicha qo'l ko'tarib munosabat bildirishlaringiz kerak. Qarshilar yo'q, e'tirozlar yo'q, hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, sessiyaga doir kun tartibidagi barcha masalalar ko'rib chiqilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Sessiyaga doir kun tartibidagi masalalar muhokama qilindi va sessiya kotibi 15 Ahmadjon Qurbonov saylov okrugida saylangan
deputat Mahalliy malika olimlarning axborotini tinglasa, o'sha sessiya bo'yicha olib borilgan ishlar to'g'risida o'z fikrlarini o'sha sessiya koordinatori sifatida axborotni Assalomu alaykum, hurmatli juda chiqib olgan maqom. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Xalq deputatlari tuman kengashining bugun bo'lib o'tgan navbatdagi 7-chaqiriq 13-sessiyasida muhokama etilgan barcha masalalar yuzasidan qisqacha axborot berib o'taman. Xalq deputatlari tuman kengashining bugun bo'lib o'tgan navbatdagi 7-chaqiriq 13-sessiyasida tuman kengashining 24 nafar deputatlaridan 20 nafari ishtirok etmoqda. 4 nafari o'z sabablarga ko'ra qatnasha olmadi. Shuningdek, sessiya ishida tuman hokimining o'rinbosarlari, tumandagi aloqador korxona va tashkilot rahbarlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Sessiya kun tartibida 9 ta masala ko'rib chiqildi. Jumladan, birinchi, mahalliy byudjet daromadlari bajarilishi holati, qo'shimcha rezervlarni aniqlash bo'yicha ishlar, shuningdek soliq va boshqa majburiy to'lovlar kesimida byudjetga hisoblangan va amalda to'langanligi, ular bo'yicha soliq qarzdorligi to'g'risida. Ikkinchi masala, xalq qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlar, sektor rahbarlari tomonidan sayyor qabul, yoshlar bilan uchrashuv o'tkazish va unga kelib tushgan murojaatlar ijrosi tahlili, tashkilot rahbarlarining aholi murojaatlari bilan ishlash holati yuzasidan tumanda 2025-yil birinchi chorak davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Uchinchi masala, tumanda 2025-yil birinchi choragi davomida jamoat xavfsizligi xizmati tomonidan jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida amalga oshirilgan ishlar haqida. To'rtinchi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat Kengashining 2025-yil 24-fevral kungi xalq deputatlari tuman, viloyat, tuman, shahar kengashlari kotibiyatlari faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 101-sonli qarorning ijrosi to'g'risida. 5. Tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'laridan foydalanish to'g'risida. 6. Xalq deputatlari Jomboy tuman kengashining va Jomboy tuman hokimining qarorlarini muhokama qilish to'g'risida. 7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabrdagi shaharlar va boshqa avtobus punktlari, ko'chalari hamda ichki xo'jalik yo'llari infratuzilmasini yanada takomillashtirish to'g'risidagi 665-sonli qarorning ijrosini ta'minlash haqida. 8. O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi Senati Kengashining hududlarini rivojlantirish hamda aholi muammolarini hal etishda mahalliy kengashlar deputatlari va senatorlarining mahalla yetkaziligi bilan o'zaro hamkorligini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2025-yil 14-yanvardagi 35-sonli qarorida belgilab berilgan vazifalarning Jomboy tumanidagi ijrosi haqida. 10. Xalq deputatlari Jomboy tuman kengashiga bo'shab qolgan 3-Sarichashma saylov okrugi bo'yicha deputatlik o'rniga saylov o'tkazuvchi uchastka saylov komissiyalari a'zoligiga nomzodlarni tavsiya etish to'g'risida. Hurmatli deputatlar, sessiyada reglamentga to'liq amal qilindi. Kun tartibidagi barcha masalalar yuzasidan deputatlar tomonidan bir ovozdan tasdiqlandi. Qarshilar hamda betaraflar kuzatilmadi. Sessiya kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar muhokama etilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli deputatlar, navbatdagi xalq deputatlari tuman kengashining 14-sessiyasida korrupsiyaga qarshi kurashish va davlat organlari ochiqligini ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan tayyorgarlik ko'rilsin. Shu bilan xalq deputatlari tuman kengashining 7-chaqiriq 11-sessiyasini yopiq deb e'lon qilamiz.